Organizer pangalaydi. Mashetma deydi. Yana kelibdi-yu, ha? Ye. Aka? Yo'q, chachab Tinchmi, yaxshimisiz? Rahmat. Bu organizer Rahmat akamizga. kelibdi aka deb eshitdim. To'ppa to'g'ri topdingiz. Aka bilan hech. Kimgaligini ayting birinchi, o'shanga qarab narxni aytaman. Aka, onaxon. O'tiz bilan aldadingiz, onaxonga deb. Qizlar yo'q. Yo'q, o'tiz bilan xuddi shu gapda aytdingiz. Ha. Arzon qilib berdim sizga. Hop. Qizchasiga badalga qolib storyalarini ko'rdim. Mayli. Onaxonga bo'lsa Hop. 439 mingga qilib beraman. Hop. Qarang, ichida nimalari bor? Ko'rsating. Yonida xonalar bor. Hop. Mabodo zerikib olsangiz, romantika qilaverasiz aynay bilan. Rahmat. Omma onaxonga berasiz. Ha, ya. Buni ham o'zim so'rab olaman. Bilasizmi mana? Bu organizatorni ko'ryapsiz? Xaladonlarini. Ha. Qarang. O'g'lim bor ekan, xursand bo'ladilar. Ha. Tug'ilgan kunlari xolis ertaga. Ha. Chaqalar sobiq pomadalarni, dezodorantlarni solib berdilar. Rosa bobo. Rosa chiroyli bo'ldi. Hatto musul idishlarga chaqib beryapman. Ha. 439 mingga bonuslari bilan. Agar mabodo qilsangiz bo'lsa 550 ming bo'ladi. Bo'ldi, onaxonga aka. Nima qilib, uraveraymi? Ammo qarayapman qilsangiz berasiz. Bu